Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 18-may sanasida O'zbekiston tumani O'qchi mahalla fuqarolar yig'inidagi meva bozoridamiz. Har doimgidek, hozir biz bu yerda har xil mevalar, gilos, qulpinor, o'rik, agar bu shaftoli kabi mevalarning narx-navolar bilan tanishamiz. Shunday qilib boshladik. Qulpinor nechi pul ekan, opa, xolajon? 18 ming. Qancha qilishdi? Biz 18 dan oldik. Ha, oldinglar. 18 dan olishdi. Yaxshi, zo'r. 18 mingdan olishdi ekanlar. Sen qulpinor. Dehqon aka nechi pul qulpinor? Nechi pul? 20 qilishyapti. Bahorda-chi? Bahorda 40 ming qilishdi. Mana buni 21 ming qilishdi. Zo'r narx qilishdi. 21 ga 40. Mana shunaqa narx. Yepshdimi bozor va nihoyat nechi pul ketdi endi aka? Aka birinchisiga tortdikmi? 23 dan. Va aka hop. Aka tushning. Aka ko'ring. 23 bu nima degan so'z aka? So'ramiz. Bu aka Samarqand bo'lsa kerak. Samarqand degan gilosini 23,5 ming ketdi. Mana 23,5 ming ketdi. Samarqand navimiz 23,5 ming ketdi. Mana akalar. Dehqon aka, assalomu alaykum. Sizga ham Samarqandmi yo? Yo'q, Samarqand masaga Qayoq nima degan bu? boshqa bu. Hech bir qilgan. 23. Rang yomon qorayibdi-ku. Bundaqa gilos. Bu shirinoma, hammasi. Bu nima yo? Samin deganimi? Yo'q, bu nima? Ashtarxon ismi ham qiyin. Ashtarxon 23 mingmi? 23 mingga bermayapmiz aka. Yaxshi. 30 mingdan baho aytyapmiz. 23 qilishyapti aka. 23 ming baho aytishyapti Ashtarxoni nima? Zo'r ekan aka, lekin ta'mi yaxshi ekan. Ta'mi zo'r ekan. Aka bozorda bersin aka. Iloyim 30 ming soting aka. Dehqon akam ham kelibdi mana. Assalomu alaykum Dehqon aka. Vala bo'ylar nechi pul? 25. Qanchani ko'rdi? 23 ni ko'ribdi. Bu yoqda ham bor ekan. Dehqonchilik endi aka bu. Mana asl dehqonlar chetda mana qadrdonlar. Asl dehqonlar mana O'qchi meva bozorida mana. Qadrdonlar kelaverasizlar. Aka bu YouTube'da aka bu. Buni xaridorlar ko'radi mana. O'zbekiston, O'rta Osiyo ko'radi aka bu. Nechi purslardik opa? Giloslar. 40 ming kami bor aka. Ular ama nima degan sort bu? Ha? Samarqand. Qancha qilishdi? Samarqand degan gilos ekan. 40 ming kam bor ekan. Giloslar rosa chiqdi. Mana. Bunisi bahor bu. Bahormi bu? Bu ham Samarqand. Yiriroq ekan shunda. Yaxshi, zo'r. Qulpinor nechi pul dehqon aka? 24 ming deyapti. 24 ming kami bor-a? Qanchani ko'rdi endi? 20 mingga berganmiz. 20 mingga 22 mingdan qo'yib beraveramiz aka. 22 dan qo'yib berishadi. Svejiy qulpinorlar. Mana aka, svejiy. Giloslarchi aka, giloslar? Giloslarda 40 ming deyapti. 40 ming kam. Bu endi valaboymi bu bahor? Yo'q, Turetskiy aka. Turetskiy. Kalibrdan qo'yapsizlar, mana kalibr bor-ku mana. Mana kalibr. 40 ming kami bor ekan. Qulpinorlarimiz nechi pul? 25 pul aka. 25. Savdo qilishdimi? Nechi pul qildi? 23 dan sotdingiz. Yaxshi. Bu nima degan sort bu? Sort. Meni yeydigan sortni ko'rasiz. Men shirin o'rikman degan sort mana qadrdonlar. O'rik mana. O'rikdami keladi deb ko'rsa bo'ladimi birodana? Bismillahirrohmanirrohim. Bani yashib. O'rikdami bor lekin.
O'rikdami bor? 23 ta sotdingiz, ha? 23'ten berdik, o'qib beryapmiz. Shunaqa plakati dollar. Zo'r bo'pti mana. Bozorda bersin. Bormang singil. Qulpinalar nechi pul ekan? 25 ming kami. Mana qata dollar. 25 ming kami bor ekan. 25 ming kami bor. Bu Malina sorti endi bu. Qanchani ko'rdi? Sotdingizmi? Sotyapman aka. Nechi pul sotdingiz? 22 mingdan sotyapman. 22 ming sotishdi mana. Varina bo'lib qulpinalar mana. Yegani ham varinaga ham zo'r mana. Mana qata dollar qulpinalar. Yaxshi, bozorda bersin singil. Zo'r narxlarga sotadi. Mana bu alba deganimiz bo'ladi mana, alba mana. Buning nomi alba. Mana ko'ryapsizmi? Kalibrni mana. Kalibrni qarang. Kalibr kattaligini ko'ryapsizmi? Bular o'shalik Ashtarxoniy. Ashtarxoniy degan gilos, egasi yo'q. Mana bu yerda akamiz juda nima bilan maroq bilan qizda aka. Mana akalar 1 kilo, 1 kilomi endi bu? 1 kilo 400. Olib ko'rsam bo'ladimi? O'sha ko'rsam. 1 kilo 400, 1,5 kilo. 1 kilo 400. Bu valaboy gilos ekan mana. 1 kilo 400 dan deyishdi mana. Bular bahor gilos ekan, ha? Bahormi bu? Bahor. Qada dollar mana bahor mana qorayib turibdi mana. Nech puldan aka endi bular endi? 115 ga 120 dan. 115 valaboy. 120. 120 valaboy, 115 bahor. Bahor. Sotildimi axir? Yo, narx aytishdimi bu? Narx aytdik 90 ming qilishdi. 90 ming, va sensatsiya bo'libdi. Kecha 70 edi, bugun 90 mingga chiqdi. Sensatsion narx bu. Kecha 70 bo'lganda, bugun 90 bo'libdi. Zo'r narx bu. Aka bozorda bersin aka, yaxshi narxlar sotilmoqda. Mana shu yerda shaftoli ko'rdik, shaftolini ko'raymiz. Turetskiy. Nimasi yo'q bizda? Aka bu nomi Turetskiymi? Nima nomi? Dehqon nomi nima buni? Ulardan so'rayapman. Nomi nima? Bu Turetskiy erta pishadi. Boshuna bo'ladimi? Nega bir aylanib kelaveraymi? Ha? Aylanadigan bo'lsam nima qilib o'tirmayman. 50 dan qancha o'tib berasiz? 50 dan so'rashyapti ekan mana akalar. Shaftoli. 50 dan qancha o'tib berasiz? O'tib beradigan bas qo'shiladigan joyi bor. Mana akalar bir dona sizlar ko'rsataman akalar shaftoli. Hozir 20 mingdan olsangiz pulchani bera olmasa kerakmi? 50 ming so'm. Mana akalar. Turetskiy. Mana. Fantaziyami endi bu? Fantaziya degani mana shu ekan. Juda pishibdi mana fantaziya. Shu fantaziyadan ko'chatdan bor kimga kerak bo'lsa. Fantaziya ko'chatlardan bor. Pozniy nektarin ko'chatlaridan bor kerak bo'lsa, reklama qilib qo'ying. Mana xolajonim qovunlar ham olib kelibdi. Ha, xolajon. Bu handalaga bu. Yo'q, yo'q. Surxondaryoning qovuni. Hidi kelyapti lekin. Shunday bor. Nech pul bu qovunchalar? Kilosi 20 ming, manolari donasi 20 ming. Chunki 1 kilo o'zi chiqyapti-da. Ha. Og'iri bilan mana. 1 kilo 98 dirham. Mana 21 ming 700 ekan 20 ming beradi. 20 ming. Tarvuzlarchi? 15 dan. Kilosi. 3 kilo chiqar ha? Amarasi pishgan. Tarvuzlar kilosi 15 dan, qovunlar kilosi 20 dan. Birinchi handalak pishardi-yu, qo'msham. Bu Surxondaryoniki pishadi. Handalakka jinday bor. Handalak o'zimizda pishadi-da. Mana chang qishloqlar 3 ko'prik rayonida pishadi. Mana qovunlar, mana tarvuzlar. Xola bozorda bersin, xola ilohim. Shirin dedi. Bo'ldi-da. Qovunimiz bor ekan. Qormang dehqon aka. Qaraysiz. Nech pul beryapsiz? 17 ming? Kilo. Optimga endi bu. Ya kiloga. Bir donasi 17. Yutib olyapman aka. Bir donasi 17 mingdan ekan mana. Kilosi. Ha, 1 kilosi 17 mingdan ekan. Bir donasi og'irmi 17 kilodan? 1 kilolisi ham, 2 kilolisi ham bor. Mana aka. Surxondaryoning qovuni yetib kelibdi. Bizda jinday bor hali. Handalakka jinday bor-da hali, handalak pishadi bizda birinchi. Yaxshi, zo'r aka, bozorda bersin. Aka xonni. Dehqon aka nech pul qurib qo'yadi? Qo'ylarimiz 25 ming. 25 ming. Qanchani ko'rdi?
malinasi. 22 ming so'm. 22 ming so'mni ko'ribdi mana. Malina sort akalar mana. Qulpinolar ko'ryapsizlarmi? Toza narsa mana. Varinaga boru, вообще modda ko'ribsizlar. Kelinglar, ko'ringlar, olinglar, varina qilinglar, sotinglar, foydalaninglar mana. Mana bozor hamma uchun ochiq. Nech pul gilaslarimiz? 25 kam. 25 ming kami bor. Valavoymi bu? 25 kami bor ekan. Valavoy gilaslar mana. Rossiya gilas. Qulpinochi? 23 ming kam. Gilas nech pulni ko'rdi? 20 ni. 20 savdo qilib berishmoqchi. Zo'r bo'ldi ekan, malades. Bozor deydi. Ana bu yerda ham bola o'ylamiz bor. Akalar hormang. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 25. Qanchani ko'rdi? 25 ga bermadimi? Hozir 25 ming qildim. Qilyapsizmi? 20 birinchi aytdi 27 qildi aka. Bermay keldim, men 25 mingga tushirdim o'zimdan. Kim aka? Narxini tushirdim deyapman. Ha, narxini tushirdim. Assalomu alaykum dehqon aka. Yaxshimisiz? Olmalar ham chiqibdi-ku, ha? Bu nima degan so'z? Shakar ol. Shakar olmami? Nech pul endi aka bu? 15 ming. 15 ming ekan mana. Olmandami qarang. Olmandami ko'piradi. 15 ming ekan olmalarim. Giloslarimiz nima aka? Giloslar 40 ming ekan. Bu boshqa sortsa bu? Bu qaysi sort bu? Bahormi bu? Yo Samarqandmi? Mana valavoy lekin ha bu. Bu qancha? Bu ham 40 ming. Kam bor. Pishgan yo'q. Zo'r aka. Bozor buyursin aka. Assalomu alaykum. Dehqon aka, sizmisiz? Nechta pul qulpinoylarimiz? 30 ming kam. 30 ming. Qanchani ko'rdi? 23 mingni ko'rdi mana qulpinoylar. Bor. 23 mingga berdi. Bu nimada? Albani maydasi endi bu, ha? Zo'r aka, bozorda yursin aka. Kim bilan so'rashay? Assalomu alaykum. Yaxshi. Bering barakasini. Yomon yerib qo'ydimi, qarang. 2 mingdan qo'shmay. Vavilon gordi, buni berishdi. 2 mingga men noyim o'shani. Terilgan nech pul? Nech pul terilgan? 100 ming ekan terilgan. Oda. Bering qattiqlik qilmang. Siz qattiq pishib o'zi bo'lib qoldi o'zi. Yo'q, Nech pul so'rayapsiz boshlar? 48 so'rayapman. Ha, 48 ming qilishdi mana. Bering. Yaxshi. Qattiqlik qilmang. 48 mingga berishmayapti. Qaysidan? Mana 1 kilomi idishi bilan 100 mingmi? Bu 3 kilo bu. 3 kilomi? Xolis. Ha, hozir shunda 300 ming bo'ladimi shunda shu? Yo'q, bu kami bor 100 ming aytdi. Ha, mana yerda meta 3 kilo hozir, ama idishlar. Idishda 3 kilo ekan. Kilosi 100 mingdan. Kecha bittasi 60 qildirdi. Mana uni shartlaydi 50 ming berib, hozir 10 ming berib olib ketamiz dedi. Dedim, u idishi bilan o'ylagan ekanda. Ha, meni Hozir so'rayapti. Desam, 3 kilo eganda bu yerda. Qancha olar ekanda idish, ha? Unga bossangiz ham bo'ladi. Shunaqa. Prosta ezilib ketgan. Ha, bu chekasi bosmadimi? yo'q, bu qopqog'i yopilsin deb qildik. Qopqoq yopilishgan. Agar bossangiz qopqoq yopilmaydi, qoladi. Zo'r ekan, tog'a, zo'r bizdagi ishlab qo'yibsiz lekin, bozorda bersin. Bozor o'rgatyapti-da bizga. Konkurensiyada qancha sifatli chiqsa shuncha qimmatga so'radi-da bozorda. Bozor qonuni shu-yu. Otangdan onangga Doda nima kerak? xuddi o'shanday. Xuddi o'shanday. Tog'a, bozorda bersin. Bozorda bersin, tog'a. Onangdan otanggami? Bu Samarqandmi bu? Yomon ketib ketibdimi? Yeb ko'rsam bo'ladimi bir dona? Mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Zamon teskari, maqollar ham teskari. Nega zo'rdi-yu? Blogermisiz? Ha. YouTube'dan ko'raverasiz mana. Qaysi kana? Yo'ldagi umrdan. Chiqayapsiz YouTube'dan? Ko'ryapsizmi? Kechki bozorda. Mana. Ana qaranglar. Bozorimizda mana o'riklar ham chiqdi. Bu nima degan sort bu? Sortini bilsak bo'ladimi? Lolami bu?
Nima sotini? Endi mana bo'lsa endi yaltiraqroq edi. O'zi etib turibdi yaltiraqli edi, ha? Bu qancha bu? 50 ming bu. 50 ming kami bor ekan. 50 ming kami bor ekan. Bunisi 30 ming ham bor. Bunisi 30 ming kami bor ekan. 30 ming. Ko'rasizlar buni. Nevalar o'sha choqtoli ham chiqdi. Egasi kim o'zi? Egasi menda. Men dehqon bobom. Dehqon bobom. O'sha kan olaymi? O'qchinikimi dehqon bobo? Bo'stonniki, Bo'ston. Bo'stonniki? Bo'ston degan joydan ketdi. 50 ming ekan, 30 ming ekan. Zo'r. Hech pul ekan termalar, tog'a? 55 ming. 50 ta bo'lsa 5 kerak. 50 ta o'zi. Bularchi? 30 ming. Bu haligi Ashtarxon bu, Ashtarxonmi bu? Yo Samarqand. Xorazm? Qora bor, qora cho'tir deydimi nima? Ha, Ashtarxon deydi-da buni. Ashtarxon. Qancha dedi bu gilozda? Qaysi birini? Ashtarxonda? 30 ming. Ashtarxon 30 ming ekan mana. Bola bo'ylar 50 ming ekan, to'g'ri. Ashna gaplar mana qandalar, narx-navolar mana. O'qshini bozorida. Mana shaftollarimiz savdo bo'lyapti mana. Turetskiy fantaziya degan shaftollar savdo bo'lyapti. Mana 35 ta berishmay turibdi. Va keng, mana keng. Mana Yo'q, mana 35 ming aka. 25 mingga berishmay. Ha, 30. Maydasi 25 ming. Maydasi ekan. Mana Bu yeri ekan. 35 ga 25 ming. Fursat aka, bo'ldi, rozi. Bo'ldi, rozimiz aka. Yozib qo'yganingizda. Mana qarang, narx-navo shu. 40 sotamiz. Mana pullar sotilyapti mana. Chanqaganlarga. Har xil ranglarda bor ekan. Yuklar olinyapti. Hamma yuklardan bor. Mana bozor. Qo'y bitta. Bozorlar qaynayapti. O'qchi bozori. Qiziqqanlarga kelaverasizlar. Bunday qilib mana bozorimiz tugadi mana. Bizning safarimiz qaridi. 18-may kungi syomkamiz tugadi mana qaridi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga bozorga kelishga qiynalsangiz, lokatsiyaga yozsangiz chiqadi. O'zbekiston tumani o'qchi mahalla fuqarolar yig'ini deb yozsangiz, mana shu bozor, mana shu qishloq chiqadi. Topib kelish uchun osoncha qiyin emas akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.